Yangi O'zbekistonda erkin va kuchli fuqarolik jamiyatini shakllantirish borasida keng ko'lamli va shiddatli islohotlar amalga oshirilishi natijasida jamoat birlashmalari, nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari ushbu islohotlarning bevosita ishtirokchisi va eng yaqin hamkoriga aylandi. Mamlakatimizda sohada amalga oshirilgan ishlarni tahlil qilish va uni yanada rivojlantirish bo'yicha takliflar ishlab chiqish uchun an'anaviy fuqarolik jamiyati haftaligi o'tkazilmoqda. Tadbirlar noyabr oyining ikkinchi yarmida respublikaning barcha hududlarida va 1-5 dekabr kunlari esa Toshkent shahrida bo'lib o'tadi. Haftalik doirasida Oliy Majlis palatalari, Adliya vazirligi rahbariyati bilan uchrashuv, nodavlat notijorat tashkilotlari milliy forumi, xalqaro konferensiya, nogironligi bo'lgan shaxslar tomonidan tayyorlangan mahsulotlar yarmarkasi, nodavlat notijorat tashkilotlarining muhim tashabbuslarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash maqsadida maqsadlar loyihalar aksiyasi, fuqarolik jamiyati institutlarini rag'batlantirishga qaratilgan fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qo'shgan hissasi uchun ko'krak nishoni, fuqarolik tashabbusi milliy mukofoti, fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga hissa qo'shgan eng yaxshi davlat organini taqdirlash marosimi kabi tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Mazkur haftalik davlat organlarining fuqarolik jamiyati institutlari bilan samarali va konstruktiv muloqot mexanizmlarini yo'lga qo'yish, nodavlat notijorat tashkilotlarining ehtiyojlarini tizimli tahlil qilish hamda davlat va jamiyatni yanada rivojlantirishning muhim masalalari bo'yicha o'zaro fikr almashish, istiqbolli tashabbuslarni ishlab chiqishda muhim maydon vazifasini bajaradi. Fuqarolik jamiyati haftaligida siz ham faol ishtirok eting.